Bugun sizlar bilan marketing kuchli lekin puliga umuman arzimaydigan to'rtta mahsulotlar haqida gaplashamiz. Birinchisi mana shu Trichap shampun, soch to'kilishiga qarshi ishlaydi degan reklama bilan chiqilgan. O'zim olib ishlatib ko'rdim. Bu shampun, lekin soch to'kilishini oldini olmaydi. Ikkinchisi shunaqa kipri, o'tgan yili shu yil boshlarida rosa hit bo'ldi. Olib ishlatib ko'rdim. To'g'ri narxi arzon, lekin puliga umuman arzimaydi deb o'ylayman. Yopishtirishga juda ham noqulay. Uchinchisi Glove mahsulotlari reklamasi, odzivlari kuchli bo'lganiga sotib olib o'zim ishlatib ko'rganman, yuzimda ishlatganman, lekin ta'sirini unaqa sezmaganman. Ayniqsa lifting effekt beradigan kremini maqtashgan edi. Ko'zimizni chetlaridagi mimik ajinlarni yoyishga umuman yordam bermagan. To'rtinchisi blogerlarimiz yaxshi ko'rib ishlatadigan Mio Beauty mahsulotlari. Mio Beauty'ni ham olib ishlatib ko'rganmiz. Shaxsan meni fikrim, yuzi allergichniy qizlarga umuman to'g'ri kelmaydi, yuzga раздражение berib yuboradi. Brend ko'rinishi chiroyli, upakovkalari chiroyli, lekin mahsulot sifati unchalik yaxshi emas.